Hurmatli ustozlar va ota-onalar, agar farzandingiz yoki o'quvchingiz qo'lida matematika 2-4 sinf baza to'plami bo'lsa, uni 2-sinf 4-bobiga doir bo'lgan mavzular video darslari bilan Matematik Usmonov mobil ilovamizda to'liq berildi. Bu bob ming ichida qo'shish, ayirish va solishtirish amallari deb nomlanib, ming ichida qo'shish, ayirish va solishtirish amallari, matnli masalalar hamda tenglamalarini o'z ichiga qamrab oladi. Mobil ilovamizda bu bobga taalluqli 100 dan ortiq misol masalalar yechilishlari alohida 55 ta video ko'rinishda berildi. Bolajonlar har bir mavzudagi videoni ko'rib, videodagi misol masalalarni mustaqil yechib ko'rsin. To'liq o'rganib bo'lgandan keyin matematika 2-4 bazadagi shu mavzuga taalluqli bo'lgan misol masalalarni yechib chiqsinlar. Shunda bu mavzuni to'liq o'rgangan bo'ladilar. Ilovada 2-sinfdan boshlab prezident maktablariga tayyorlanish uchun ham testlar berilgan. Bu testlarning yechilishini ko'rish uchun matematika 2 hamda prezident maktablari testlari bo'limlari bosilgan bo'lishi kerak. Ilovaning umumiy yangiliklari bo'limida qaysi mavzular bo'yicha to'liq video darslar joylanganligi haqida ma'lumotlar berib boriladi. Ilovamizdagi barcha videolarni to'liq ko'rish uchun telefon raqamingiz orqali ro'yxatdan o'ting. Premiumga a'zo bo'ling. Premium narxlar juda arzon. Ilovamizni Play Market va App Store'dan yuklab olishingiz mumkin.